Assalomu alaykum. Mana katta ho'kiz. Shoxlashib oyog'i sinib ketgan sonidan mana. Sinib ketgan. Mana katta kichik har xil mollar O'zbekiston bo'ylab 20-25 mingta kamida har yil shunday mollarni oyog'i sonidan mana sonidan singan, sonni pastdagidan pastdagi sonni suyagi mana bu yer. Bundan ham sinadi. Mana bu yerdan bilakdan sinadi, bu yerdan sinadi. Mana shu holatlarda o'lim bilan tugaydi oxiri. Shuni rama qilamiz ko'p yildan beri. Mana katta ho'kiz. Quruqdan quruq mana shu arzimagan kilogramm. 140 kg, 130 kg atrofidagi ho'kiz. 7 dekabr oylarida 350 kilogacha go'sht qiladigan ho'kiz. Shunday ho'kizlarni oyog'i singan paytda hozir ramasini ham keyin qo'yaman, rama holatda. Rama qilib 30 kunda oyoqqa turib, butunlay bitib oyog'i suyagi zo'r holatda bo'lib ketadi. Shu sog'lom hayotga qaytadi. Mana shunday holatni keyingi ramasini ham rama qilgandan keyingi holatda ham qo'yaman. Mana yuritamiz mana. Chu.